Bugun men sizlarga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Tibbiy komissiyadan o'tish majburiyati kimlarga tegishli? Kimlar bundan xavotir olishi kerak? Kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Bu mavzu shunchaki oddiy yangilik emas. Chunki pensiya, nafaqa, nogironlik guruhi, davolanish huquqi va ayrim ijtimoiy imtiyozlar bevosita tibbiy xulosa bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun hoziroq diqqat bilan tinglang. Chunki birgina hujjatni vaqtida topshirmaslik yoki komissiyaga kechikish odamning to'lovlariga, imtiyozlariga yoki qayta rasmiylashtirish jarayoniga ta'sir qilishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday muhim masalalarni oddiy tilda, aniq misollar bilan tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin o'zini davlat ro'yxatida turibdi, pensiyasi tayinlangan. Endi hech qanday qo'shimcha tekshiruv kerak emas deb o'ylardi. Oddiy yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolar ko'pincha faqat bank kartasini almashtirish, yashash manzili o'zgarishi, qayta hisob-kitob yoki hujjatdagi xatolik bo'lsa pensiya jamg'armasiga murojaat qilardi. Tibbiy komissiya esa ko'proq nogironlik pensiyasi, parvarish nafaqasi, mehnatga layoqatsizlik, sanatoriy yo'llanmasi yoki maxsus imtiyozlar bilan bog'liq hollarda esga olinardi. Endi nima o'zgardi? Hozir amaliyotda turli idoralar o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Tibbiy ma'lumotlar nogironlik holati, mehnatga layoqat darajasi, doimiy parvarishga muhtojlik, protez ortopediya vositalariga ehtiyoj, sanatoriy davolanish tavsiyasi kabi masalalar ko'proq rasmiy xulosa orqali tasdiqlanadi. Shuning uchun ayrim pensionerlardan tibbiy komissiyadan o'tish, qayta ko'rikdan o'tish yoki mavjud xulosani yangilash so'ralishi mumkin. Bu degani hamma pensionerlar bir kunda majburan shifoxonaga chaqiriladi degani emas. Men ekspert sifatida shuni alohida aytaman. Har bir holatda sababga qarash kerak. Pensioner yoshga doir pensiya olyaptimi? Nogironlik bo'yicha pensiya olyaptimi? Qo'shimcha nafaqa yoki imtiyoz olyaptimi? Tibbiy hujjati muddati tugayaptimi? Mana shu omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Asosiy masala shuki, odamlar ko'pincha hamma pensionerlar komissiyadan o'tishi shart ekan degan gapni eshitadi va vahimaga tushadi. Lekin amalda huquqiy va tibbiy jarayonlar toifalarga bo'linadi. Bir guruh odamlar uchun bu haqiqatan ham zarur bo'lishi mumkin, boshqa guruh uchun esa faqat ma'lumotni yangilash. Poliklinikaga borib ko'rikdan o'tish yoki hujjatni tasdiqlatish kifoya bo'ladi. Ba'zilar esa umuman tibbiy komissiyaga chaqirilmasligi mumkin. Birinchi navbatda oddiy yoshga doir pensiya bilan nogironlik pensiyasini farqlash kerak. Masalan, 13 yoshli erkak 3-5 yil ish staji bilan yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa, uning pensiyasi tibbiy komissiya xulosasiga bog'liq emas. U pensiyani yosh va ish staji asosida oladi. Agar u sog'lom bo'lsa yoki surunkali kasalligi bo'lsa ham, bu pensiya tayinlanishining asosiy sharti emas. Bunday odamdan odatda pensiyani davom ettirish uchun majburiy tibbiy komissiya talab qilinmaydi. Lekin 58 yoshli ayol ikkinchi guruh nogironlik bo'yicha pensiya olayotgan bo'lsa, uning holati boshqacha. Unga pensiya aynan tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi asosida tayinlangan bo'lishi mumkin. Agar xulosa 1 yilga berilgan bo'lsa, muddat tugashidan oldin qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Agar u vaqtida bormasa, nogironlik maqomi uzaytirilmagani sababli to'lov to'xtab qolishi yoki qayta rasmiylashtirish cho'zilishi mumkin. Mana shu joyda odamlar eng ko'p xato qiladi. Men avvaldan nogironman, yana nima kerak deb kutib yuradi. Ammo tizim hujjatga qaraydi. Hujjat muddati o'tgan bo'lsa, to'lov masalasida muammo chiqadi. Yana bir misol. 7 yoshli pensioner insultdan keyin yura olmay qolgan, oila a'zolari unga parvarish qiladi. U oddiy yoshga doir pensiya oladi, lekin qo'shimcha parvarish nafaqasi yoki nogironlik guruhi rasmiylashtirmoqchi. Bunday holatda tibbiy komissiya juda muhim. Chunki shifokorlar odamning kundalik hayotdagi imkoniyatlarini baholaydi. O'zi ovqatlana oladimi, kiyinadimi, hojatga bora oladimi, dori ichishni nazorat qila oladimi, doimiy yordamga muhtojmi? Agar bular rasmiy xulosada ko'rsatilmasa, faqat qarindoshlarning gapi bilan qo'shimcha imtiyoz berilmaydi. Yana bir real holatni olaylik. 66 yoshli pensioner yurak kasalligi sababli tez-tez davolanadi. U sanatoriy yo'llanmasi olmoqchi. Bunday vaziyatda ham poliklinikadagi shifokor ko'rigi, tahlillar, kardiolog xulosasi va ayrim hollarda komissiya qarori kerak bo'lishi mumkin. Chunki sanatoriyga yuborish uchun odamning holati bunga mos bo'lishi kerak.
Masalan, bosimi juda yuqori, yurak yetishmovchiligi og'ir bosqichda bo'lsa, sanatoriy foydadan ko'ra xavfli bo'lishi mumkin. Shuning uchun tibbiy xulosa nafaqat byurokratiya, balki xavfsizlik chorasi hamdir. Kimlar xavotir olishi kerak? Men buni juda aniq aytaman. Nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oladiganlar birinchi bo'lib o'z hujjat muddatini tekshirishi kerak. Tibbiy xulosada muddatsiz deb yozilganmi yoki falon sanagacha deb yozilganmi? Shu muhim. Agar muddatli bo'lsa, qayta komissiya sanasini o'tkazib yubormaslik kerak. Ikkinchi guruh, uchinchi guruh nogironlik olganlar, kasbiy mehnatga layoqa yo'qotilganlar. Bolalikdan nogironlik maqomi bilan pensiyaga o'tganlar bu masalaga jiddiy qarashi zarur. Ikkinchi toifa qo'shimcha imtiyoz dori-darmon reabilitatsiya vositasi, protez, eshitish apparati, aravacha yoki sanatoriy yo'llanmasi olmoqchi bo'lgan pensionerlar. Ular ham tibbiy ko'rik va xulosa talab qilinishini oldindan bilishi kerak. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Faqat yoshga doir pensiya olib, hech qanday nogironlik guruhi, alohida parvarish nafaqasi yoki tibbiy imtiyoz rasmiylashtirmayotgan pensionerlar odatda umumiy tibbiy komissiya masalasidan cho'chimasligi kerak. Lekin men baribir ularga ham maslahat beraman. Poliklinikadagi profilaktik ko'riklarni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki kasallik kech aniqlansa, davolanish ham qiyinlashadi, hujjat rasmiylashtirish ham ko'proq vaqt oladi. Eng katta nozikliklardan biri bu komissiya so'zining turlicha ishlatilishi. Ba'zida odamga oddiy shifokorlar ko'rigidan o'tish aytiladi, u esa buni katta tibbiy mehnat ekspert komissiyasi deb tushunadi. Poliklinikada terapevt, nevropatolog, kardiolog, okulist, jarroh yoki boshqa mutaxassislar ko'rigi bo'lishi mumkin. Bu har doim ham nogironlik komissiyasi degani emas. Ba'zida esa haqiqatan ham maxsus ekspert komissiyasi bo'ladi va u odamning mehnatga layoqat darajasi, nogironlik guruhi yoki parvarishga muhtojligini baholaydi. Shuning uchun chaqiruv yoki yo'llanmada nima yozilganini diqqat bilan o'qing. Ikkinchi noziklik, muddatsiz nogironlik bilan urbot hech qayerga bormayman tushunchasi bir xil emas. Agar nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, odatda har yili qayta tasdiqlatish talab qilinmasligi mumkin. Lekin yangi imtiyoz so'ralsa, holat yomonlashsa, reabilitatsiya vositasi kerak bo'lsa yoki hujjatlarda nomuvofiqlik chiqsa, tibbiy hujjatlarni yangilash so'ralishi mumkin. Masalan, odamda ikkinchi guruh muddatsiz nogironlik bor, lekin keyin u aravacha olish uchun murojaat qiladi. Bu holatda shifokorlar harakatlanish darajasini, qaysi turdagi aravacha kerakligini, uy sharoiti va tashxisni qayta baholashi mumkin. Uchinchi noziklik, komissiyaga tayyorgarliksiz bo'lish. Ko'p pensionerlar shifokor hammasini biladi deb bo'ladi. Ammo shifokor sizning og'riqlaringizni, uyda yiqilib tushganingizni, qaysi dori yordam bermaganini, tunlari nafas qisishini, bosim necha martagacha ko'tarilishini, qand miqdori qancha bo'lishini, qarindoshlar yordamisiz yura olmasligingizni hujjatsiz ko'ra olmaydi. Agar sizda eski fikringizlar, shifoxonadan chiqish varaqalari, tahlillar, rentgen, MRT, o'zi EKG natijalari, dorilar ro'yxati bo'lsa, albatta olib boring. Tibbiy komissiya og'zaki shikoyatga emas, ko'proq hujjat va klinik holatga tayanadi. 4-noziklik, vaqt masalasi. Agar nogironlik xulosasi iyun tugasa, siz o'tmay kuni yugurib borsangiz kech bo'lishi mumkin. Chunki terapeutdan yo'llanma olish, to'r mutaxassislardan o'tish, tahlil topshirish, navbat kutish, hujjatlarni elektron tizimga kiritish vaqt oladi. Men amaliy maslahat sifatida aytaman. Muddat tugashidan kamida 5 yoki 2 oy oldin harakatni boshlang. Shunda kamchilik chiqsa ham to'g'rilashga vaqt bo'ladi. 5-noziklik, yashash manzili va ro'yxat. Pensioner bir tumanda ro'yxatda turib, boshqa tumanda farzandlarinikida yashayotgan bo'lishi mumkin. Bunday paytda qaysi poliklinikaga biriktirilgani, qayerdan yo'llanma olishi, qaysi tibbiy muassasa hujjatni tayyorlashi masala chalkashlik bo'ladi. Oldindan oilaviy poliklinikaga borib, men qayerda biriktirilganman, komissiya uchun qaysi tartibda hujjat topshiraman deb aniqlashtiring. 6-noziklik, komissiyadan o'tmaslik oqibatlari. Agar odam faqat profilaktik ko'rikka chaqirilgan bo'lsa, bormaslik sog'lig'i uchun xavf tug'diradi. Lekin pensiyasi avtomatik to'xtaydi degani emas. Ammo nogironlik maqomini uzaytirish, parvarish nafaqasi yoki maxsus imtiyoz uchun komissiya kerak bo'lsa, bormaslik to'lov va imtiyozlarga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, 3-guruh nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaro qayta ko'rikka bormadi. Xulosa uzaytirilmadi.
Natijada pensiya jamg'armasi yoki tegishli organ tizimida amaldagi asosni ko'rmaydi. Keyin fuqaro qayta yuguradi, hujjat yig'adi, tushuntirish beradi. Ba'zida to'lovlar tiklanadi, lekin vaqt. Asaba pul ketadi. Ba'zi hollarda pensionerning o'zi komissiyaga bora olmaydi. Masalan, yotoq holatidagi bemor, og'ir insultdan keyingi pensioner, terminal bosqichdagi onkologik bemor yoki mustaqil harakatlana olmaydigan kishi. Bunday vaziyatda oila a'zolari u bora olmaydi. Demak, hujjat rasmiylashtirib bo'lmaydi deb o'ylamasligi kerak. Odatda poliklinika orqali uyda ko'rik o'tkazish, shifokorni uyga chaqirish yoki hujjatlarni mavjud tibbiy dalillar asosida ko'rib chiqish tartiblari bo'lishi mumkin. Buning uchun oila a'zosi avval oilaviy shifokorga murojaat qiladi. Bemorning holatini tushuntiradi. Yotoq holatida ekanini aytadi va uyda ko'rik masalasini so'raydi. Yana bir istisno muddatsiz belgilangan nogironlik. Agar xulosada nogironlik muddatsiz deb ko'rsatilgan bo'lsa, pensioner har yili komissiya o'tishdan xavotirlanmasligi mumkin. Lekin hujjatni yo'qotib qo'ygan bo'lsa, elektron bazada ma'lumot chiqmasa, familiyasi o'zgargan bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlari mos kelmasa, baribir idoraga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Shuning uchun hujjatlaringizni skaner qilib yoki telefoningizda sifatli suratga olib saqlab qo'ying. Yana bir muhim holat komissiya qaroridan norozi bo'lish. Masalan, odam o'zini ikkinchi guruhga loyiq deb hisoblaydi, lekin unga uchinchi guruh berildi yoki umuman rad javobi keldi. Bunday vaziyatda hissiyotga berilib, shifokor bilan tortishish emas, rasmiy tartibda e'tiroz bildirish kerak. Qaror nusxasini so'rang, rad etish sababi nimada ekanini bilib oling. Yetishmayotgan tahlil yoki mutaxassis xulosasi bormi? Shuni aniqlang. Keyin yuqori turuvchi komissiyaga yoki tegishli tartibda qayta ko'rib chiqish uchun murojaat qilish mumkin. Muhimi, har bir gap yozma hujjatga aylansin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. O'zingiz qanday pensiya yoki nafaqa olayotganingizni aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami yoki qo'shimcha imtiyozmi? Buni pensiya jamg'armasi bo'limida, bank to'lov ma'lumotida yoki shaxsiy hujjatlaringiz orqali bilib olasiz. Ikkinchi qadam, tibbiy xulosangiz bor bo'lsa, muddatini tekshiring. Xulosada qaysi guruh, qaysi sana, qayta ko'rik muddati muddatsiz yoki falon sanagacha degan yozuv bo'ladi. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, farzandingizdan, qo'shningizdan yoki poliklinika xodimidan o'qib berishni so'rang. Bu uyat emas. Eng katta xato hujjatni tushunmay, muddatni o'tkazib yuborish. Uchinchi qadam, oilaviy poliklinikaga boring. Ro'yxatxonadan yoki oilaviy shifokordan mening holatim bo'yicha tibbiy komissiya kerakmi? Kerak bo'lsa, qaysi hujjatlar kerak deb so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Qaysi mutaxassislardan o'tish kerakligini yozib oling. Terapevt, nevropatolog, kardiolog, endokrinolog, okulist, travmatolog, jarroh yoki boshqa shifokorlar. Har bir kasallik bo'yicha mutaxassis boshqacha bo'lishi mumkin. To'rtinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya ma'lumotlari, oldingi tibbiy xulosalar, shifoxonadan chiqish varaqalari, tahlillar, ambulator karta, doimiy ichiladigan dorilar ro'yxati, mavjud bo'lsa nogironlik haqidagi avvalgi hujjat kerak bo'ladi. Agar siz o'zingiz bora olmasangiz, yaqin qarindoshingizga ishonchnoma yoki qonuniy vakillik masalasini aniqlashtirish kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, sog'lig'ingiz bo'yicha kundalik ma'lumot yozing. Masalan, qon bosimingiz ertalab 1.7 ga irid bo'lyaptimi? Qand miqdori 50 yoki 15 gacha ko'taryaptimi? Bir oyda necha marta tez yordam chaqirdingiz? Necha metr yura olasiz? Zinadan chiqa olasizmi? O'zingiz ovqat pishira olasizmi? Bu ma'lumotlar shifokorga holatingizni tushunishga yordam beradi. Ayniqsa keksa odamlar shifokor oldiga borganda hayajonlanadi va muhim gaplarni unutadi. Oldindan yozib borsangiz ancha oson bo'ladi. 6-qadam. Komissiya kuni barcha hujjatlarni bitta papkaga soling. Eski hujjatlar alohida, yangi tahlillar alohida, pasport yoki ID karta alohida bo'lsin. Agar eshitishingiz past bo'lsa, yaqin odamingiz bilan boring. Agar yurishingiz qiyin bo'lsa, oldindan transport masalasini hal qiling. Komissiyaga kechikmang, chunki navbat o'tib ketishi yoki qayta yozilishga to'g'ri kelishi mumkin. 7-qadam, qarorni olgandan keyin uni tekshiring. Ism, familiya to'g'rimi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Guruh yoki xulosa to'g'ri yozilganmi? Muddat ko'rsatilganmi? Ba'zida oddiy texnik xato keyin katta muammoga aylanadi. Masalan,
familiyada bitta harf noto'g'ri bo'lsa, elektron tizimda ma'lumot mos kelmasligi mumkin. Shu joyning o'zida xatoni tuzatishni so'rang. 8-qadam, xulosa natijasini tegishli idoraga yetkazish kerakmi, yo'qmi aniqlang. Ba'zi ma'lumotlar elektron tarzda o'tadi. Ba'zilarda esa fuqaro o'zi pensiya jamg'armasiga yoki ijtimoiy xizmat bo'limiga murojaat qilishi kerak bo'ladi. Tizim o'zi ko'radi deb uyda o'tirib qolmang. Bir marta telefon qilib yoki borib aniqlashtirish keyingi oylarda to'lov kechki ishining oldini oladi. Yana bir amaliy tavsiya: hech kimga pul berib komissiyani hal qilib beraman degan gaplarga ishonmang. Tibbiy komissiya rasmiy tartibda hujjatlar va sog'liq holati asosida o'tish kerak. Firibgarlar aynan pensionerlarning xavotirdan foydalanadi. Agar bormasang pensiyangni yopishadi. Men tanish orqali hal qilaman degan odamlar uchrashi mumkin. Bunday holatda ehtiyot bo'ling, rasmiy idoraga murojaat qiling. Telefon raqamlari va qabul kunlarini poliklinika yoki pensiya jamg'armasining o'zidan so'rang. Eng muhimi, vahma qilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olsangiz, tibbiy komissiya haqidagi gap sizga avtomatik ravishda tegishli bo'lmasligi mumkin. Ammo nogironlik, parvarish, reabilitatsiya, sanatoriy, maxsus dori-darmon yoki qo'shimcha ijtimoiy yordam masalasi bo'lsa, tibbiy xulosa hal qiluvchi hujjatga aylanadi. Har bir pensioner o'z hujjatini bilishi kerak. Farzandlar ham ota-onasining pensiya va tibbiy hujjatlarini bir ko'zdan kechirib qo'yish kerak. Ko'pincha keksa odamlar sanani unutadi, qog'ozni yo'qotadi yoki biror xat kelganini tushunmaydi. Oiladagi yoshlar yordam bersa, muammo ancha kamayadi. Bugungi mavzuda asosiy fikr shuki, tibbiy komissiya masalasida hammani bir xil ko'rish to'g'ri emas. Yoshga doir pensiya olayotganlar, nogironlik pensiyasi olayotganlar, qo'shimcha imtiyoz rasmiylashtirayotganlar va yotoq holatidagi bemorlarning tartibi bir-biridan farq qiladi. Sizning vazifangiz hujjat muddatini tekshirish, poliklinikadan aniq ma'lumot olish, kerakli tahlil va xulosalarni vaqtida yig'ish, qaror chiqqach esa uni tegishli idorada tasdiqlatish yoki tekshirtirishdir. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensioner bo'lsa, bugunoq hujjatlarni ko'zdan kechiring. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlardan tibbiy komissiya bo'yicha nima talab qilishyapti? Qanday qiyinchiliklarga duch kelyapsiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi, buvisi, bobosi yoki nogironlik pensiyasi olayotgan yaqinlari bor insonlarga albatta yuboring.